Juda ham yaxshi joyda, yaxshi narxga xonadonimiz sotuvga chiqadi. 4 qavatli panelli domda, ikkinchi qavatdan 2 xonali umumiy maydon esa 60-65 metr kvadratga iborat, ikki taraflama proyekt, plus esa 6 metrlik balkonli xonadonimiz sotuvga chiqadi. Ana bu birinchi xonamiz. Video davomidagi ko'rinib turgan barcha jihozlar qoladi. E'tibor berasiz. Tayyor holatda kirasiz, maza qilib yashaysiz. Issiqlik sentral ulangan bo'ladi. Maktab, bog'cha hammasi dasturli joyda joylashgan. Qarang, span garniturlar ham tayyor holatda. Oyoqda 100% laminat qilingan. Ichki eshik, tashqi eshik, ichki romlarimiz hammasi zamonaviy almashtirib qo'yilgan. Chiroyli переходный shkaf ustunovka qilingan. Ana bu joyda Samsungimiz ko'rishimiz mumkin. Dapatalka to'liq kafil terilgan. Samsung stiralkalari ham ustunovka qilib qo'yibdilar. Ana bu esa zalimiz ko'rishingiz mumkin. Zalimiz ham tayyor holatda, devorlarda mo'ysha bo'la. Maza qilib yashaysiz. Xonadonda qiladigan ortiqcha ishni o'zi yo'q. Bu joyda konditsionerlar ham mavjud ekan. Tashqari atmosfera prosta juda ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Manzil bo'lyapti. Buxoro shahar 6-mikrorayon 70 astronomka deb kelsangiz bo'ladi. Aynan shu xonadonimizni siz 20 ming dollar plus bo'lsa, ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Uyimizni tannarxiga keladigan bo'lsak, uyimizni tannarxi Buxoro uy-joy kanalida 42500, boshqa joyda 44,5 ming dollargacha reklama bo'lgan ekan. Har doimdek taklif bizdan tanlovsizdan ana bu esa tashqari atmosferasi bitta baho berasiz. Yulduzda ikkinchi liniyada joylashgan. 4 qavatli panelli dom, ikkinchi qavat 2 xonalik domimizdan vetrinli holatda turibdi. Manzil Buxoro shahar 6-mikrorayon, narxi esa 42500 dollar so'ralabdi. Panelli domning narxiga 6 qavatli yangi qizil g'ishli domni 4-qavatdan 72 metr kvadratga iborat bo'lgan pachka xonadonimiz sotuvga chiqadi. Buni narxi boshqa joyda 48500 dollargacha aylangan ekan. Buxoro uy-joy kanalida esa 46500 dollarga aylantiryapmiz. Kamiga esa ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Ana bu zalimiz chiroyli devorlarda kraska qilingan, oyoqdagi 100% laminat, mягкий mebel, pardalar ilib taxlabgina qo'yibdilar. Tepalari natijali uslubida chiroyli ishlovlar bergan. Televizorlarni ham tashkillashtirib qo'yibdilar. Gazdan, svetdan, suvdan, kadastr hujjatidan umuman muammo yo'q. Ana bu esa ikkinchi xonamiz. Spalni qismimizni ko'rishimiz mumkin. Bu tarafimizni ko'rishlari mumkin. Kafillar terib qo'yibdilar. Issiq tizimini radiator orqali beradilar. Uyimizning umumiy maydoni esa 70 metr kvadratdan iborat. Narxi 46500. Samsungimiz ko'rishimiz mumkin. Dapatalka to'liq kafitalgan. Ana bu joyda kuxnyamiz ana. Kompaktligini kuxnya. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Issiqlik tizimi двухконтурный котел beradi. Настольный gaz plita vechka. Joy bo'lyapti. Buxoro shahar Kanechka yangi bozorcha qizil g'ishli dom. Ko'pchilik biladi, Yulduzdan birinchi liniyada joylashgan. 6 qavatli yangi qizil g'ishli domni 4-qavatdan 2 xonali 70 metr kvadratdan iborat pachka xonadon sotuvga chiqadi. Har doim taklif bizdan tanlovsizdan Kanechka territoriyasida uy qidirib yurgan yaqinlaringizga videomizni jo'natib qo'ying. Zero narxiga 100% arziydi o'ylayman. Yana kechalaring o'z-o'z barakasi uchun o'tib beradigan joylari bor. 3 xona, 1-qavat manzil bo'lyapti. Buxoro shahar 5-mikrorayon Ajomi plus 6 metrlik balkonimiz. E'tibor bersanglar 4 qavatli panelli domni 1-qavatdan 3 xonali xonadonimiz sotuvga chiqadi. Narxi ham juda ham zo'r so'ralabdi. Boshqa joyda 55 ming dollargacha reklama bo'lgan ekan. Buxoro uy-joy kanalida esa 53 ming dollar so'ralabdi. Glavniy eshikdan kirganimizdan koridorimiz 1, 2, 3 xonamiz va alohida bo'lgan Samsung qismlarimiz. Ana bu 1-xonamiz. Oyoqdagi 100% pol qilingan. Issiqlik tizimi sentralga ulangan bo'ladi. Ana bu orqa tarafdagi огородni ko'rishimiz mumkin. Mashina kirib chiqish uchun joy qoldirganlar. Eshiklarni ham ustunovka qilib qo'yibdilar. Bemalol kirib chiqishingiz mumkin. Ana bu esa ikkinchi xonamiz ana. Tayyor holatda kirasiz, maza qilib yashaysiz. Xohlang ipoteka qilib xarid qilib oling, xohlang naqd pul orqali xarid qiling. Yana kelsangiz albatta ustida savdo qilib olish imkoniyatiga egasiz. Ana bu esa zalimiz. 3 xonalik 1-qavat. Juda ham kamdan kam holatlarda hozir 1-etajda sotuvga chiqibdi, lekin biz sizlar uchun aynan 1-etajdan xonadon topib qo'ydik. 4 qavatli panelli dom, 1-qavat, 3 xonalik umumiy maydon bo'lyapti. 77 metr kvadratdan iborat. Manzil Buxoro shahar 5-mikrorayon Ajomi Korzinka deb kirasiz. Taklif bizdan tanlovsizdan 5-mikrorayonda xonadon qilib yurgan yaqinlaringizga videomizni jo'natib qo'ying. Ana tayyor uchastka zo'rdan ham zo'r narxga topib qo'ydim. Qaranglar. Kirganimizdan juda ham chiroyli bo'lgan darvozaxona qismi, xonalar soni 5 ta, 4 sotiq 125 ming dollar so'ralabdi. Ko'rinib turgan barcha jihozlar qoladi deb aytib o'tyaptilar. Yana ham kelsalaring ustida gaplashib olish imkoniyatiga egasizlar. Havas qilganlar aymasan like bosing. Ana bu zalga bitta baho berasiz. Juda ham chiroyli, remontlari idealni qilib qo'yilgan, oyoqda 100% laminat qilingan. Gazdan, svetdan, suvdan umuman muammo bo'lmayapti jigarlar. Kadastr hujjatlari jo'ppa joyga. Xohlang naqd pulga xarid qiling, xohlang ipoteka orqali xarid qilib olishingiz ham mumkin. Ana Samsunglarni ko'rishingiz mumkin. Shu qilib qo'yibdilar. To'liq kafil terilgan. Manzil bo'lyapti. Buxoro shahar Kolxoz bozor. PMK deb kelsangiz ham bo'ladi. Ana bu kuxnyamiz. Juda ham bir fayz barakatli xonadon ekan. O'zimga ham havasim ketdi. Kamida sizga va bizlarning yaqinlarimizga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Bu tarafda ham yana ikkita xonasi mavjud ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Tayyor holatda gipsokardon orqali ishlovlar berilgan. Ana bu taraf esa zelyoniy zona uchun joy tashkillashtirib qo'yibdilar. Podval qismiga ham ega. Juda ham zo'r narx deb o'ylayman. 4 ta konditsioner bor ekan. Shu yerda o'zida adashmasam 5 ta даже. Mana bu joyda yana ikkita xonani.
Tayyor holatda kirasiz, mazza qilib yashaysiz, ko'rishingiz mumkin. Ana bu joyda yana bitta xonamiz. Общий xonalar soni bo'lyapti. Shunaqada 5 ta xona bitta sanuzuldan iborat. Har doimdek taklif bizdan, tanlovsizdan uchastka qidirib yurgan yaqinlaringiz videomizni srochno jo'natib qo'ying. Narxi $125 ming bo'lib so'ralyapti. Ustida savdosi bor.